Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen. Allahümme arinal hakka hakkan verzukna ittiba'ah ve arinal batila batilan verzukna ijtinabah. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Qur'oniylarning da'volaridan yana bittasi sunnatni inkor qilishadi. Ularning ikkinchi xatosi, birinchi xatosi Qur'onda o'zi bilan ketaveramiz deyishligi, ikkinchi xatosi sunnatni inkor qilishi. Bu g'irt fahmsizlikni, ahmoqlikni o'zi. Dinimizning birinchi asli Qur'on, ikkinchi asli sunnat. Endi sunnat kerak emas degan paytda dinning ikkinchi aslini inkor qilyapti. Bularning gapi nimaga o'xshaydi, aytaymi? La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deymizmi? Bularning gapi Allohga iymon keltirishlik kifoya. Muhammad alayhisalomning payg'ambarligini tan olishlik kerak yo'q deganga o'xshaydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deymiz, bular o'sha Muhammad Rasululloh kerak emas deganga o'xshaydi. Sunnatni inkor qilish bu payg'ambarni inkor qilish. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, payg'ambarimiz haqida: "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Va Muhammad alayhisalom sizga keltirayotgan Qur'onni o'z havoyi xohishi bilan so'zlamaydi. U Qur'on faqat Alloh tomonidan payg'ambarga vahiy qilinayotgan bir vahiydir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam omonatdorlar. Alloh taoloning bironta so'zini buzmaydilar, bironta so'ziga xiyonat qilmaydilar, qoldirib qo'ymaydilar va bir narsa qo'shmaydilar. Dalil keyingi oyat. Astagfirullah. "Walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin." Agar payg'ambar bizning sha'nimizga biz aytmagan ayrim so'zlarni to'qib olganida edi, albatta biz uning o'ng qo'lidan ushlagan, so'ngra albatta uning shoh tomirini uzib tashlagan bo'lar edik. Demak, mana shu oyatlardan tushunyapmizki, Muhammad alayhisalom Allohdan qanday kelgan bo'lsa, shunday yetkazganlar. Olib tashamagan, qo'shmagan, xiyonat qilmagan, unutmagan. Biz aytgan so'zni o'zgartirganida, qo'shib qo'yganida shoh tomirini uzib tashardik deyapti. Agar bu Qur'oniylar o'zlarini gapiga ergashsa, faqat Qur'on bilan yashaymiz desa ham Muhammad alayhisalomga ergashish kerak ular. Qaytaramiz, Qur'onda o'zi yetadi, faqat Qur'on bilan yashaymiz degan gapiga amal qilishsa, baribir Muhammad alayhisalomga ergashishligi kerak. Chunki Qur'onda juda ko'p oyatlarda Muhammad alayhisalomga ergashishlik haqida Alloh taolo buyruqlarni bergan. Astagfirullah. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi, gunohlaringizni mag'firat qiladi. Mana Qur'onda o'zi yetadi deyapsanmi? Shu Qur'onda Alloh Muhammad alayhisalomga ergash deyapti. Keyingi oyat. Astagfirullah. Qul ati'ulloha var rasul fa in tawallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin. Yuqoridagi oyatning davomi. Ayting, Alloh va payg'ambarga itoat qilingiz. Agar yuz o'girsalar, bas albatta Alloh bunday kofirlarni sevmas. Allohga va payg'ambarga itoat qiling. Tushunarlimi? Payg'ambarga itoat qilmayman degan odamni Alloh taolo kofir deb aytayapti. Ikkala oyatda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikka buyurilyapti. Muhammad alayhisalomga ergashmagan odamni dinsiz deyapti bu oyat. Muhammad alayhisalomga ergashishlik, itoat qilishlik iymonning sharti. Bunga o'xshagan oyatlarni keltirsak bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ala inni utitul kitaba va mithlahu ma'ahu." Mana endi Muhammad alayhisalomga ergashishligimiz kerakligiga hadisdan dalillar. Rasululloh aytadilar: "Ogoh bo'linglar, menga kitob va unga o'xshash ham birga berildi."
Menda Qur'on bor va yana Qur'oncha ilm bor. Yana bir rivoyatda ala inni utitul Qur'ana va mithlahu ma'hu dedilar. Ogoh bo'linglar, menga Qur'on va unga o'xshash yana bir narsa berildi. Qur'oniylarning eng ko'zga ko'ringan birinchi xatosi payg'ambarga ergashishlik kerak emas, sunnat kerak emas, Qur'on o'zi yetadi deydi. Mana shunday toifalarni chiqishligini payg'ambarimiz bizga xabarini 1400 yil burun aytib berib qo'ygan ekanlar. Mana hadisda o'qib beraman, xuddi payg'ambarimiz ularni ko'rib turgandek aytib berganlar bu hadislarini. Bu hadis Imom Ahmaddan, Ibn Mojadan Rasululloh aytadilar. Yushiku an yaquda ar-rajul muttakiyan ala arikatihi yuhaddathu bi hadithin min hadithi fayaqul baynana va baynakum kitabulloh. Rasululloh aytibdilar, yaqin orada bir kishi o'zining o'rindig'ida yonboshlab o'tirib olib, mening hadisim haqida gap kelsa aytadiki, oramizda Allohning kitobi bor. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu va ma wajadna fihi min haromin harramnahu. Payg'ambarimiz aytayaptilar, yaqinda shunaqa odamlar chiqadi, o'rindig'iga yonboshlab olib, Muhammad alayhisalomning hadis haqida gap kelsa aytadiki, oramizda Allohning kitobi bor. Shunisi yetadi. Unda nimani halol deb topsak, halol deb qabul qilamiz, nimani harom deb topsak, harom deb hisoblaymiz. Deydi deb payg'ambarimiz 1400 yil burun aytib qo'ydilar. Yonboshlab olib, hadis haqida gap kelsa, hadisni nima qilasizlar? Qur'on turibdi, yetadi. Qur'on nimani halol degan bo'lsa, halol deymiz, nimani harom degan bo'lsa, harom deymiz deb aytadi deyaptilar Rasululloh. Hadis davomini o'qiymiz. Ala va innama harrama Rasulullohi mislama harramalloh. Ogoh bo'linglar deyapti payg'ambarimiz. Mana shu odamlarning chiqishligini aytib turib aytayaptilarki, ogoh bo'linglar. Rasulullohning harom qilgani ham xuddi Allohning harom qilganidek. Alloh nimani harom qilgan bo'lsa harom, Muhammad alayhisalom nimani harom qilgan bo'lsa shunday harom u ham. Ba'zi bir narsalar oyat bilan harom bo'lgan, ba'zi bir narsalar payg'ambarimizning hadisi bilan harom bo'lgan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga itoat qilishdan bosh tortgan odam jannatga kirmaydi. Rasululloh aytadilar, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Ummatimning bosh tortganlaridan tashqari hammasi jannatga kiradi. Qalu ya Rasululloh, man yaba? Ya Rasululloh, kim bosh tortadi? Qala man ata'ani dakhalal janna va man asani faqat aba. Ya Rasululloh, bosh tortganlar kimlar? Rasululloh aytdilar, kim menga itoat qilsa jannatga kiradi, kim menga itoatsizlik qilsa bosh tortgan bo'ladi dedilar. Imom Buxoriydan. Mana birodarlar, Qur'oniylarning asosiy da'vosi bo'lgan sunnatni inkor qilishlik, hadisni inkor qilishlikni nima ekanligini ko'rib chiqdik. Bir qancha oyatlar keltirdik, bir qancha hadislar o'qidik. Bular mana shu oyat va hadislarning hukmiga ko'ra dindan chiqib ketgan kofir murtadlar bo'ladi. Qur'oniylar sahoba-i kiromlarning fazlini inkor qilishadi. Sahobalarning fazilatini tan olishmaydi. Ular aytishadiki, sahobalar musulmonlar o'zlari to'qib olgan shaxslar. Musulmonlar sahobalarni iloh qilib olishgan deb tuhmat qilishadi. Bu ahli sunna val jamoaga qilingan ochiq bo'xton va tuhmat. Hech qachon ahli sunna val jamoa sahobalarni o'zlariga but yoki sanam qilib olgan emas. O'zi aslida sahobalarga ergashishlikni, ularning yo'lini mahkam ushlashligimizni zarur ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qancha hadislarda bizga bayon qilib o'tganlar. Sahoba kim? Nabiy sollallohu alayhi vasallamning zamonida yashagan, u zotni ko'rgan, u zotga iymon keltirgan va iymonda ketgan kishi sahoba deyiladi. Payg'ambarimiz bilan zamondosh, u zotni ko'rgan, u zotga iymon keltirgan va iymonda o'lgan odam sahoba deyiladi. Chunki zamondosh bo'lib, ko'rib, iymon keltirib turib murtad bo'lib ketganlari ham bor. Ular sahoba deyilmaydi. Sahobalar
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin bizga ibrat bo'ladigan eng ulug' insonlar. Rasululloh aytadilar: "Innalloha ixtaroni va ixtaroli ashaban." Albatta Alloh taolo meni tanlab oldi va menga sahobalarimni ham tanlab berdi. Muhammad alayhisolatu vasallamga yuborilgan risolatni u zotdan keyin insoniyatga yetkazishlik vazifasi, muborak sharafli burchi sahobalar yelkasida qoldi. Sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tarbiyasini olgan, islomni u zotdan to'g'ri o'rgangan hurmatli kishilar. Ular haqida yomon gap gapirish mumkin emas. Ularda haqorat qilish mumkin emas. Bunday qilish payg'ambarimizning ta'limotiga, so'zlariga zid. Mana juda ko'p kitoblar yozilgan sahobalarning fazilati haqida, juda ko'p ma'ruzalar bo'lgan. Havas qilamiz ularni. Bu Qur'oniylar sahobalarni tan olishmaydi. Bular musulmonlar o'zlari to'qib olgan but va sanamlar deyshadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tasubbu ashabi." Mening sahobalarimni so'kmanglar. Fa vallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Meni sahobalarimni so'kmanglar. Jonim uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar sizlardan bittanglar Uhud tog'idek oltinni infoq qilsanglar, ularning bir mudda yoki uning yarmiga ham yeta olmaysizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari erishgan ajr, savobni ozgina qismiga ham yeta olmaymiz, Uhud tog'idek oltinni ehson qilsak ham. Boshqa hadisda aytadilar: "Alaykum bi sunnati va sunnatil xulafoir roshidin al-mahdiyyin ba'di addu alayha bin nawajis." Mening sunnatimni ushlanglar va mendan keyingi hidoyat topgan xalifai roshidlarning sunnatini mahkam ushlanglar. Unga og'iz tishlaringiz bilan mahkam yopishinglar. Rasululloh sahobalarga ergashishligini va xossatan o'zidan keyingi xalifalarga ergashishligini, 4 ta xalifaga ergashishligini payg'ambarimiz buyuryaptilar. Tushunarlimi? O'zi bu Qur'oniylar o'zi asli hadisni tan olmaydi. O'shuning uchun bu ma'nolarda ham ular tan olishmaydi-da. O'sha sunnat kerak emas, hadis kerak emas, Qur'on o'zi yetadi degan gapi ularni kofirlar qatoriga olib kirib qo'yadi. Boshqa hadislarda Rasululloh aytadilar sallallohu alayhi vasallam: "Innalloha azza va jalla ixtaroni." Albatta Alloh azza va jalla meni tanlab oldi. Va ixtaroli ashaban. Menga sahobalarni tanlab berdi. Faja'ala li minhum wuzara va ansoron va asharan. Ular orasida menga vazirlar, yordamchilar va qudandalarimni qildi. Kim ularni so'ksa, u ana shu so'kkan odam Allohning, farishtalarning va butun insonlarning la'natiga duchor bo'lar. Sahobani haqorat qilgan odam Allohning, farishtalarning va hamma insonlarning la'natiga qoladi. Sahobalarni inkor qilayotganlar, ularni musulmonlar o'zlari o'ylab topgan shaxslar, o'zlari sig'inadigan butlar degan Qur'oniylar la'nati ekanligi, kofir ekanligi mana shu hadislardan ma'lum bo'ladi. Ishonmanglar, Qur'onni o'zi bilan ketaveramiz, Qur'on yetadi. Biz Qur'onda hamma narsani bayonini tafsiliy qilib qo'yganmiz desa, o'sha gapga aldanmanglar. Birodarlar, Qur'onni tushunishlik sunnatsiz bo'lmaydi. Demak, bular Qur'on o'zi yetadi deydi, sunnatni inkor qiladi, sahobalarning fazlini ham tan olishmaydi. Bularning 4-xatosi, ular ijmoni inkor qilishadi. Ijmo nima? Ijmo Muhammad alayhisalomning vafotidan keyin u zotning ummatidan bo'lgan mujtahidlarning bir shariy hukmga ittifoqidir. Bizni hujjat oladigan manbaimiz birinchisi Qur'on. Qur'ondan hujjat olamiz. Ikkinchisi sunnat, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadislari, sunnatlari. Endi mana shu ikkalasida yo'q narsani ijmodan olamiz. Ijmo nima?
hozir aytdik. Rasululloh vafot etgandan keyin Muhammad alayhisalomning ummatidan bo'lgan musulmon olimlarning mujtahidlari bitta masalada, bitta fikrga kelishdimi, shu ijmo bo'ladi. Ijmo-i ummat deyiladi. Ahli sunna val jamoa ulamolarining jumhur ittifoq qilgan dalillar: Qur'on, hadis, ijmo, qiyos. Va bundan tashqari yana manbalar bor, bularda ittifoq qilmagan ulamolar. Ammo mana to'rttasida to'rala mazhab tan oladi. Qur'ondan istaymiz bir masalaga javobni. Agar unda bo'lmasa hadisdan istaymiz, agar unda bo'lmasa ijmodan istaymiz, agar undan bo'lmasa qiyosdan olamiz. Ijmoga ergashishlik vojib. Ulamolarning jumhuri ittifoq qilgan dalillarga ergashishlik vojib. Bu nima degani? Agar kimdir qaysi bir zamonda ummat ijmo qilgan narsaga xilof fikrni ko'tarib chiqsa, xilof e'tiqodni ko'tarib chiqsa, uni bu so'zi, bu amali qabul qilinmaydi. Demak, ijmo Qur'on va hadisdan keyingi uchinchi nima bo'ladi? Dalil hisoblanadi. Ijmoga xilof gaplar qabul qilinmaydi. Mana sahobalarning fazilatini to'rala mazhabdan oladi, ikkala aqida maktabdan oladi. Demak, ijmo. Bular sahobalar kerak emas. Bular yo'q odamlar. Odamlar o'zlari to'qib olgan kishilar dedimi? Ijmoga teskari gapirdimi? Bu odamga gap chekiga suriladi. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasanglar, ahli zikrlardan so'ranglar. Demak, bu oyatdan ma'lum bo'lyaptiki, hamma ham bilishi mumkin bo'lmagan narsalar bor ekan. Hamma ham aqli yeta olmaydigan narsalar bor ekan. Endi ana shu aqli yetmayotgan narsa haqida ilm egalaridan nima qilish kerak? So'rash kerak ekan. Agar Qur'onni har kim o'zichasiga tushunib, tarjimasiga qarab turib o'zichasiga xulosa oladigan bo'lsa, hamma yoq favzo bo'lib ketadi, birodarlar. Bardak bo'lib ketadi. Aytdi-ku, ana haqida 3 ta oyat bor. Ikkitasi mansux, bittasi nosix. Sizdan ey Muhammad alayhisalom aroq haqida so'rashadi. Ayting, aroqda odamlarga foyda ham bor, zarar ham bor, zarari ko'proq. Bu Madinaning avvalida, hijratning avval davrida. Uhud g'azotiga kelganda 2-3 yil o'tgandan keyin ey mu'minlar, namozga mast holatda yaqinlashmanglar. Bu Uhud g'azotidan oldin yoki keyin 3-4-yilda. Mana shu ikkala oyatni o'qib turib, Qur'onni o'zidanla xulosa qilaman degan odam nima deydi? To'xta. Namoz o'qib turib aroq ichsa ham bo'ladi degan gap chiqyapti bu yerda. Deydi-da, demak xuftondan keyin ichsa bo'laverar ekan. Ey mu'minlar, namozga mast holatda yaqinlashmanglar, toki nima deyotganinglarni bilib turinglar namozda. Desa, demak ichsam ham namozda turib nima deyotganimni tushunsam, demak bo'laverar ekan degan xulosa chiqadimi? Chiqadi-da. Lekin aroq haqidagi 3 oyatni bilgan mujtahid olim aytadiki, 3-oyat mana bu birinchi 2 ta oyatni hukmini bekor qildi deydi. Qur'onni o'zi yetadi va hadisni o'zi yetadi deyotganlarda xatosi ham xuddi shu edi. Oyatni hadis sharhlaydi, hadisni mazhab sharhlaydi. Tushuninglar. Bu mazhab haqida ham aytib o'tib ketishimiz kerak. Qur'on bilan hadis yetadi deyotganlarning gapi ham chiroyli gap, lekin xato gap. Chunki hadisda ham, Qur'onda ham samolyot haqida gap yo'q. Konditsioner haqida gap yo'q. Yo'l harakat qoidasi haqida, pravila дорожного движения gap yo'q. Qur'on bilan hadis yetadi degan gap chiroyli gap, lekin xato gap bu. Qanaqa qilib tushuntirasiz mashinani hadis bilan, Qur'on bilan? Axir yo'q u. Shuning uchun aytyapmiz mazhab kerak deb. 3-oyatda Alloh taolo bu ana shu Makka fathiga yaqin bo'lgan davrda, vallohu alam, albatta aroq, qimor, cho'plar bilan fol otishlik shaytonning amallaridan bo'lgan najosat, bas undan uzoq bo'linglar dedi. Shu 3-oyat avvalgi 2 ta oyatni bekor qilib tashlaydi hukmini. Bu ikkala oyat o'qisak, har bitta harfiga 10 tadan savob olaveramiz. Qur'onning oyatlari, ammo hukmi ishlamaydi. 3-oyat bekor qildi.
shuni bilmagan odam bu Qur'oniylar aytgandaqa Qur'onni o'zi o'qib, xolagandaqa tushunsa, aroq ichadigan ham ko'payib ketadi oramizda. Islomni islom bilan yo'q qilishlik uslubini qo'llayapti-da dinimiz dushmanlari. Musulmonni qo'li bilan yanchyapti. Dinni noto'g'ri targ'ib qilish bilan, oyat hadisni noto'g'ri talqin qilish bilan. Tushuninglar, Qur'onni o'zi bilan ketaman deyishlik ochiq zalolat. Qur'on va hadisni o'zi yetadi, boshqa narsa kerak emas deyishlik ham aniq adashishlik. Hozir aytdik-ku, zamonamizda chiqqan yangi masalalarga Qur'on bilan hadisda javob yo'q. Primoy tekstida javob yo'q. Lekin ana shu Qur'on va hadisning ilmidan ulamolar ishlab chiqqan qoidalar majmuasi bor. Shu qoidalarga solamiz, yana necha ming yil bor insoniyat. Yangi chiqqan masalalarga shu qoidalar asosida javob berilaveradi. Bizi birinchi dalilimiz Qur'on, ikkinchisi sunnat, uchinchisi ijmo, to'rtinchisi qiyos. Mana shu to'rtta dalil to'rala mazhabda bil ittifoq qabul qilingan. Undan tashqari yana saddu zaroyi, urf, masolihul mursala degan qoidalar bor. Mana shu dalil olinadigan manbalar. Bular to'rala mazhab o'rtasida ittifoq qilinmagan, shuning uchun to'rttasiga aytiladi. Mana shu ijmoning hujjat ekanligiga Qur'onning ushbu oyati dalil bo'ladi. Astagfirullah. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla va nuslihi jahannam va sa'at masira. Niso surasi. Kim haq yo'lni aniq bilganidan keyin payg'ambarga xilof ish qilsa va mu'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lga ergashib ketsa, biz uni ketganicha qo'yib beramiz, so'ngra jahannamga dohil qilamiz. Naqadar yomon joydir u. Ya'ni haq ma'lum bo'lgandan keyin, haq ayon bo'lganidan keyin payg'ambarga teskari ish qilsa kim va musulmonlarning yo'llaridan boshqa yo'lga ergashib ketsa, mana shu ijmoiy ummat, to'rala mazhab 1000 yildan ortdi, 1200 yildan ortdi. Mana shu musulmonlarning ijmosi bo'ladi, musulmonlarning yo'li bo'ladi. Kim mana shu ahli sunna va jamoaning yo'liga xilof ish qiladigan bo'lsa, bu haqdan chiqib ketgan odamlar bo'ladi. Qaranglar, mana shu oyatda mu'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lga ergashib ketsa, ummat 1200 yildan beri ikkala aqida maktabini to'g'ri, to'rala fiqhiy mazhabni to'g'ri deb kelyapti. Mana shu ummatning yo'li. Mana shundan kim chiqib ketsa, Alloh taolo uni ketgan joygacha qo'yib qo'yamiz, keyin jahannamga kiritamiz deyapti. Bu ummat zalolat ustida jamlanmaydi. Ummat bir masalada bir fikrga keldi, ijmoga keldimi, demak shu narsa to'g'ri. Dalil payg'ambarimiz aytadilar: "Sa'altu robbi an la tajtami'a ummati ala dalalatin fa'ataniha." Imom Ahmad rivoyatda. Robbimdan ummatim zalolatda jamlanmasligini so'radim, uni menga ato qildi. Xato ishni ustida ummatim birlashmasin deb so'radim, Alloh berdi. Demak, bir masalada ummat ijmo qilgan bo'lsa haromligiga, shu narsa to'g'ri bo'ladi. Chunki mana hadisda dalolat shunga ishora qilyapti. Boshqa hadisda la tajtami'u ummati ala dalalatin dedilar Rasululloh. Meni ummatim zalolatning ustida jamlanmaydi. Boshqa hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Innalloha la yajma'u hadhihi al-ummata ala dalalatin abadan." Albatta Alloh taolo dedilar Rasululloh, bu ummatni hech qachon zalolatda jamlamaydi. Ahli sunna va jamoaga hujum qilgan, aqidasiga hujum qilgan Mu'tazilalar chiqdi, Jabariyalar chiqdi, Karromiyalar chiqdi. Payg'ambarimiz aytgan 72 ta firqa chiqdi. Lekin ularning ustida ummat jamlanmadi. Demak, noto'g'ri edi ekan u. Mu'tazililar 20 yil davomida xalifaning qilichi bilan ummatni o'zining aqidasiga majbur qildi. Lekin zalolat bo'lgani uchun ummat shunda jamlanmadi. 20 yil o'tgandan keyin yo'qib ketaverdi. Yana qaytarib aytamiz, bu ummat hech qachon zalolatning ustida jamlanmaydi. Allohning qo'li jamoat bilan birgadir. Kim ajralsa jahannamga ajralurlar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak,
Qur'oniylar inkor qilayotgan ijmo ummatni adashib ketishdan to'sib turadigan bir to'siq ekan. Modomiki ummati Muhammadiyaning ulamolari, mujtahidlari ijmoni dalil ekaniga ittifoq qilishibdimi? Demak, yuqoridagi hadislarning dalolatiga ko'ra shu narsa haq bo'ladi. Yuqoridagi dalillardan shariatimizda ijmo qat'iy dalil ekanligini bilib oldik. Qat'iy dalilni inkor qilgan kimsa esa dindan chiqib kofir bo'ladi. Bu degani kim ijmoni inkor qilsa dindan chiqib ketadi degani. Alloh azza va jalla haqda bardavom bo'lishimizga o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.